Do'stlar, hammaga salom. Men Aziz, bu Texnigo kanali. Men o'zi anchadan beri aytib yurdim, o'zimga kompyuterimni obzor qilaman deb va bu kompyuter menga necha pulga tushdi. Va video boshlashimdan oldin sizlarga maxsus sovg'am bor. Rappo brendiga tegishli bo'lgan игровой mishka 6200 dpi, 6200 dpi mishkani va mana bunaqa numloki bor gamerskiy bo'lgan, mexanический bo'lgan, faqatgina bu provodnoyli klaviaturani ham sovg'a qilib yuboraman. Ya'ni ikkita sovg'ani bitta odamga topshiraman. Shartlari juda ham oson. Siz kommentariy yozasiz mana shu rolikka tegiga va sizni kommentariyingiz qancha ko'p like yig'sa, o'sha odamga topshirib yuboraman. Faqatgina kommentariy yozayotganingizda Instagramingizda nickname'ini yozib qoldiring, chunki siz g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, men sizni qidirib topib olishim uchun va meni kanalimga obuna bo'lishingiz kerak, mana shu YouTube kanalimga va videoga like bosib qo'yishingiz kerak. O'tgan yili mana shu ko'rib turgan kompyuterlarni men yig'dirdim, lekin holati bunaqa emas edi. Og'ir holatda ko'rinyapti, lekin bundan og'irroq holatda edi, chunki men ozgina buni upgrade qildim va upgrade qilgan narx-navolarimni ham mana shu video davomida aytib o'tib ketaman. O'tgan yil noyabr oyida 2025-yil yig'dirgan bo'lsam, sborchilar aytdiki, o'zi narx-navolar oshib ketyapti kompyuterlarni, operativkalar narxi oshib ketgan, xotiralarni bilasiz nimaganligini, chunki xususiy intellektga va serverlarga talab oshib ketganligi uchun operativka xotiralarni ham va SSDlarni xotirani ham narxi oshib ketyapti. O'zi nima uchun yig'dirasiz? Siz qiziqmaysiz-ku kompyuterga deydi. Haqiqatan kompyuterga qiziqishim juda ham pasayib ketgan edi. Oxirgi payt 2015-yil yoki 2016-yil kompyuterim bo'lardi, lekin u juda ham slabiyroq va kuchsizroq kompyuterim bo'lardi. O'shandan keyin bor deganman, nimaga bor deganman? O'yinlar yuklab olaman, o'yinlarni visokiy kачествоda o'ynay olmas edim. O'zim xohlagan grafikada o'ynay olmas edim. Niskiy grafikada o'ynardim. Oxiri keyin PlayStationga o'tib ketganman to'rga. Undan keyin mana 5 chiqdi va mana PlayStation 5im ham bor. Maza qilib o'yinlarni o'ynayman. Ochig'ini aytaman PlayStationda 5 da, chunki har yangi chiqayotgan o'yinlar PlayStationga yaxshiroq optimizatsiya bo'ladi va yaxshiroq kачествоda o'ynay olasiz. Ya'ni silliqroq o'ynaysiz, qotishlar bo'lmaydi, asabiysiz bizmaydi. Kompyuterda ham yaxshi kompyuteringiz bo'lsa, juda ham kuchliroq kompyuter bo'lsa, misol uchun video kartalaringiz 50-90 li bo'lsa yoki 50-80 li bo'ladigan bo'lsa, maza qilib o'ynaysiz, visokiy kачествоda, lekin ularning ham narx-navosi otdi kallasi deydi. Yig'dirgan kompyuterimning xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, materinskiy platasi MSI brendga tegishli DDR4 H610, toshi esa i5 12-paketli 12400F. Operativ xotirasiga keladigan bo'lsa, ikkita 8 GB lik qo'yilgan, 3200 shinali 16 GB bo'lgan общий va video kartasi RTX 5060 qo'yilgan, lekin kattaroq video karta qo'yilgan, lekin aslida Counter Strike 2 uchun ham 2060 ham, 3060 ham, 4060 ham mamnun emas. Mana mamnundoq yetib ortadi. Mayli deganman 5060 qo'ydirib urganman va SSD esa NVMe M2 512 talik qo'ydirganman. O'zim men nimaga kompyuter sotib oldim? Ochig'ini aytaman, men rasxod qilishni yomon ko'raman. Oxirgi payt meni bolalar Counter Strike 2 ga qiziqtirib qo'ydi va o'zim qiziqib ozgina kirib o'ynab ko'rdim, juda ham yoqib qoldi. O'zim men aslida Counter Strike 1.6 o'ynab yurgan bolaman. To'g'risini aytaman. Oshna-og'aylarim, simdoshlarim bilan o'sha game klubga borib 1.6, 5-5 yoki 4-4 o'ynab turamiz. Oxirgi payt o'sha Counter Strike 2 ga qiziqtirib qo'yishdi va u uchun nima kerak? Kompyuter kerak. MacBookga bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Sen yaxshiroq his qila olmaysan Counter Strike 2 ni. To'g'ri, o'ynay olishing mumkin va pastroq FPS bo'ladi va MacBook o'zi har doimgidek o'yin uchun emas, ish uchun chiqazilgan. Men o'zi MacBookda montaj qilaman, bo'ldi, boshqa ish qilmayman asosan. Ba'zida xususiy intellektlardan foydalanib turmasam, sun'iy intellektlar bilan asosan qiladigan ishim montaj. Kompyuter faqatgina Counter Strike 2 uchun sotib oldim, shuning uchun ham ko'proq pul sarflamagim keldi, lekin oxirgi payt tushunib yetyapman. Counter Strike 2 uchun ham ko'proq FPS kerak ekan, tushunyapman. Menga xullas $750 ga tushdi. Case so'zi общий klaviatura mishka bonus bo'lib ketgan, $750 ga tushgan va upgrade qilishim kerak bo'ldi. Pul to'pladi, upgrade qildim. Aquarium case ga qaytadan o'sha zborkamni yig'dirdim. O'sha oldingi case'ning narsalar shunda olib ko'chirib qo'yildi. U case'imiz oddiy RGB edi, bu esa ARGB bo'lgan va bashinni kullarini olib tashaldi va водяной охлаждение qo'yildi. Bu Game Max ga tegishli водяной охлаждение va tagiga yana
3 ta RGB'li kullar qo'yildi va case o'zida yana 3 ta kullari bor edi. Общий hisobda 9 ta kullar va GameMax'ga o'sha vodяной охлаждение dedim-ku, programma orqali soft yordamida mana bu ko'rib turganingizdek prosessori haroratini va videokartani ham haroratini ko'rsatib turadi va mana bu pluta orqali orqasiga xap qo'yilgan, xap ham sotib olindi. Mana bu pluta orqali men ranglarni bemalol o'zgartirib tursam bo'ladi va hattoki kullarni tezligini ham ko'tarib pasaytirsam ham bo'ladi. Общий hisobda case, vodяной охлаждение va 3 ta kullar 2 millionga tushdi. Hisoblaylar $750 va yana plus $200 deylik. Общий hisobda $950 aylandi. Bu hali hammasi emas. Klaviaturalar sotib olganman, naushniklar sotib olganman. Ularni ham hozir aytib ketaman. O'zi shunaqada kompyuterga kirib ketganingiz sari o'zi odam shunaqa ekan, upgrade qilgisi kelaverar ekan. Keyin Aula F75 klaviatura menga yoqmadi. Uni berib yubordim. Undan keyin mana bunaqa klaviatura sotib oldim. VGN magnitli klaviatura. Mana. Ichlari prozrachniy. Xo'p, bu 8000 Hz da ishlaydi. Bu boshqa klaviaturalarga qaraganda o'zi provodnoy 8000 Hz da ishlasa, bu besprovodnoy ham 8000 Hz da ishlaydi. Ovozlarni eshitishingiz mumkin. Ovozi. Magnitskiy klaviatura xullas 8000 Hz da ishlaydi. Xohlasangiz provodnoy, xohlasangiz besprovodnoy ham ishlatsangiz bo'ladi. 8000 Hz da ishlayveradi. Men provodnoy ishlatyapman oxirgi payt va undan tashqari men mana bunaqa mishka ham sotib olgan edim. Xo'p, bu ATK brendiga tegishli bo'lgan mishka ATK A9 Pro. Oq rangini tanlaganman. Ko'rinishi, formasi xuddi Logitech Superlightga o'xshab ketadi. O'sha o'zi mishkachi shunaqa narsaki, uni DPI, uni anaqasi nima desa bo'ladi? Gerz 8000 Hz mi, 4000 Hz mi hammasi o'zingizni qo'lingizda, ya'ni o'zingiz qanaqa yaxshi o'ynasangiz, reaksiyangiz qancha tez bo'lsa, Counter Strike 2 da mana shunda hamma gap deb o'ylayman. Chunki men bu ham 8000 Hz, lekin men 8000 Hz ga qo'yib o'ynamayman. 2000 Hz ga qo'yib o'ynayman. Nimaga? Chunki 8000 Hz ga qo'yadigan bo'lsangiz, 8000 Hz da batareykasi juda ham tez ketib qoladi. Men 2 kunda bir, 3 kunda bir zaryadga qo'yishim yoqmaydi to'g'risi. Asabim bizada, o'shaning uchun bir haftada bir marta, 10 kunda bir marta zaryadga qo'ygim keladi. O'shaning uchun 2000 Hz da o'ynayman. Bu mishga 750 mingga tushgan. Mana bu klaviatura esa juda ham qimmatga tushgan. Bu klaviatura magnitli klaviatura, adashmasam 1 milliondan oshdi. Adashmasam 1 million 100 ming shunaqaga tushdi. Monitorni narxini aytib ketmanman. Men o'sha o'tgan yili sentyabr yoki oktyabr oylarida olganman. Case yig'dirishimdan oldin 1 oy yoki 2 oy oldin olganman. $150 ga aylangan va общий hisobda menga hozirgi kunga kelib $1250 ga tushdi. Mana shu klaviatura, mishka, case'larimni upgrade qilganlarim va monitorlarim va ko'riklarim. Общий $1250 ga aylandi va hozirgi kunga kelib men Counter Strike da necha FPS olyapman? Savol berishim mumkin hozir. Men 240-250 FPS da o'ynayapman, высокий качествоda va Full HD разрешениеda. Men низкий da o'ynamayman. Разрешениeni ham kichkina qilolmayman. HD yoki da SD qilolmayman. 1280-720 lar qilolmayman. Kimlardir uchun bu yaxshidir, men uchun bu narsa yomon, chunki men u narsaga o'rganmaganman. Высокий качествоda o'ynab o'rganganman o'yinlarni har doim. Men shu narsani har doim xohlayman, chunki men Minecraft o'ynamayman. Lekin men sredniga qo'ysam yoki da niskiga qo'yadigan bo'lsam, где-то 280-290 FPS da olaman. Mana hozir endi test qilib ko'ramiz, faqatgina Counter Strike 2 da, chunki Counter Strike 2 dan boshqa hech narsa yo'q bu kompyuterda, chunki faqatgina Counter Strike 2 o'ynayman. Высокий качествоda necha FPS olaman, niskiy kачествоda necha FPS olayotganligimni sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Mana shu xarakteristika bo'yicha. Mana Core i5 12400F 12-pokoleniya i5. Hop, operativka 3200 shinali 16 GB qo'yilgan va video karta RTX 5060 8 GB va SSD 512 talik qo'yilgan. Nafaqat bu kompyuterda siz o'yin emas, montaj qilsangiz ham bo'ladi. Adobe Premiere'larda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Faqatgina og'irroq bo'lgan montajda emas-ku, yengilroq bo'lgan montajda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Windows 11 o'rnatib qo'yganman, faqatgina Counter Strike 2 ni o'zini yozib qo'yganman. Mana boya men mishkamni o'zini aytdim, 8000 Hz ishlaydi deb. Yana hozirga ko'rsataman. Softi bor.
Mana ATK A9 Pro mishkamni ko'rish kerak. Ha, mana mishkamni ko'rdi. Xo'p. Bu yerda zaryadka foizlarini ham ko'rsatib turibdi va mana bu yerda 2K ga qo'yib qo'yganman. 8000 Hz da men o'ynamayman, 2K da o'ynayman. Va hattoki mana klaviaturamni men provodnoy qilib ishlataman. Har doim bespроводной qilib ishlatmayman. Va mana bu joyda performansda mana 2K ga qo'yib qo'yganman, ko'rayotgan bo'lsanglar. 8K da ham o'ynasam bo'ladi, lekin 2K menga yetib ortadi. Boy naushnikimni aytib ketmadim. Bu Royal Clutch brendiga tegishli. Bu o'zi brend asosan klaviaturalar ishlab chiqazadi. Yaxshi klaviaturalar, mexanический bo'lgan klaviaturalari yaxshi va mashhur. Va naushnik ham ishlab chiqazayotgan ekan va mana shu naushnikini men ishlatyapman. Bu bespроводной 2.4 Hz da ishlaydi, dongl orqali. Men aytmoqchi bo'lganimki, yaxshi ekan, sifatda yaxshi, zvuk chiqarishlari ham yaxshi, uncha zadержка yo'q. Boshqa brendga ega bo'lgan bespроводный naushnik ishlatgandim. Case-da shunaqa ko'p zadержка berdi, bunda zadержка bermadi. Mana shu tomoni menga yoqdi va zvuk chiqarishlari ham yaxshi ekan. Bu bilan где-то 500 ming so'mlik naushnik bu. Mana Counter Strike ga ham kirib oldi. Xo'p, mana настройкасini men sizlarga ko'rsataman. Grafika, xo'p, разрешение 1920 ga 1440. Bu bilan Full HD da o'ynayapman. Mana ekranim 180 Hz monitor, 180 Hz da turibdi va mana bu yerda xo'p, grafikasi mana ko'rayotgan bo'lsanglar, высокий ga qo'yib qo'yganman. Men ruchnoy настройка qo'yib o'tirmaganman. Shunda o'zi tayyor shabloni bor, высокий ga qo'yaman, bo'ldi, o'ynayman. Va hozir mana bu yerda bo'y nasmerti ko'ramiz, necha FPS berar ekan, hozir o'zingiz ko'rasizlar. Bo'y nasmerti bilasizlar, protsessorga juda ham ko'proq nagruska tushadi. Игрокlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha protsessorga nagruska tushadi. O'shaning uchun ozgina qiynalganligi uchun ham FPS tushadi, lekin boricha ko'rsatib beradi. Mana hozir 294, 313, hozir игрокlar hammasi kirib olsin. Mana hozir bo'y nasmerti ketyapti, Dust 2 kartasida. Mana hozir 200, 232, 256 FPS beryapti bo'y nasmertida. 200 dan past emas xullas. Bir 155, 160 ga ham tushdi, 182, 177, 226, 240. Bo'y nasmertni o'ynab ko'rdi, endi Premier rejim qo'yib ko'raman. Qani Premier rejimda necha FPS ochib berar ekan? Bu ham adashmasam 200 dan kam bermaydi deb o'ylayman. Men shunaqa odamlarni bilaman, ko'rganman ko'zim bilan. Kompyuter shunaqa monsterda 500-600 FPS beryapti-da, lekin qo'yib qo'ygan monitori esa 320 Hz li monitor qo'yib qo'ygan. Shu to'g'rimi deb o'ylaysizlarmi? Noto'g'ri. Chunki kompyuter 600-500 FPS chiqazib berayotgan paytda sizning monitoringizga kirib kelayotgan signal, o'sha 600 monitoringizga kirib kelayotgan signal 600 FPS, 500 FPS bo'ladigan bo'lsa, lekin monitor sizga ko'rsatib bersa 320 Hz ko'rsatib beradi. Ya'ni 320 FPS ko'rayotgan bo'lasiz. O'shaning uchun o'sha FPS ga yaqinroq bo'lgan monitor olishingiz kerak. Misol uchun 600 FPS beryaptimi, siz 500 Hz li monitor olishingiz kerak. Tushunasizmi? Yoki 600 FPS berib turgan joyda siz 180 Hz li, 240 Hz li monitor qo'shishingiz kerak emas, kamida 500 Hz li monitor qo'shishingiz kerak. Ya'ni o'shanda siz kompyuteringiz monsterligini siz his qila olasiz. Ya'ni o'sha FPS ni his qila olasiz demoqchiman. Bu yoq baland, bu yoq past bo'lib qolishi kerak emas. O'shaning uchun sal tengroq bo'lishi kerak iloji boricha demoqchiman. Lekin monitorga kelsa balandroq bo'lib turib, bu yoqdagi kompyuterda chiqazayotgan FPS kam bo'lishi kerak emas. Mana shunaqa gaplar. Xullas, menga общий $1250 ga aylandi. Men o'zimni xohishimga qarab, mana shu narsalarni upgrade qilib tashlaganligim uchun shunaqa pulga aylanib ketdi. Chunki magnitli klaviatura bilasizlar qimmat, yaxshi brendga ega bo'lgan magnitli klaviaturalar qimmat. 500 ming so'm, 600 ming so'mga magnitli klaviatura olasiz. Lekin brendi yaxshi emas va ko'proq xizmat qilmaydi. O'shaning uchun yaxshisini olish uchun VGN ni oldim, tanladim. Mishka ham yomon emas, ATK A9 Pro va case'imni upgrade qildim va dunyo охлаждениyalar qo'ydim. Qo'shimcha kullerlar qo'ydim va fon uchun dekorativ chiroyli bo'lib turishi uchun ham qildim bu narsalarni va menga hozirgi kunga yetib ortyapti. Agarda siz Counter Strike 2 da va boshqa o'yinlarda ko'proq FPS xohlayotgan bo'lsangiz, maksimal darajada DDR5 yig'diring. Protsessori AMD bo'lsin, iloji bo'lsa. Chunki AMD hozirgi kunga kelib ko'proq FPS beryapti o'yinlarda va o'yin uchun ham ishlab chiqarilyapti desam ham bo'ladi.
Intelga qaraganda yaxshiroq, to'g'ri ozgina qimmatroq, lekin bu dushida siz qiynalmaysiz demoqchiman. Ya'ni upgrade qilib yurmaysiz. Iloji boricha DDR4 yig'dirmang. Men afsuslanayotganim yo'q, to'g'risini aytaman. Hozirgi kunga menga yetyapti, lekin bu dushi babi men keyinchalik 1 yildan keyin, balkim 6 oydan keyin DDR5 ga o'tib ketaman. Babi o'tib ketaman. Iloji boricha AMD prosessorlaridan foydalaning, siz ko'proq FPS olasiz. Deta sizga hozirgi kunga kelib o'sha 400-450 FPS olmoqchi bo'lsangiz, Counter Strike 2 da o'sha monitori, klaviaturasi, mishkasi, o'sha keyslar bilan birga adashmasam $1,500 boradi. $1,500 bo'ladi. Adashmasam shu qancha bo'ladi $1,500 so'mda? 18 million bo'ladimi? 18 million 9 millionlarga boradi. O'shanaqa summaga siz ideal kompyuter yig'dira olasiz hozirgi kunda. Nimaga? Chunki videoni boshida aytib ketdim. Operativ xotiralarni, hattoki video kartalarni ham narx-navolari oshib ketgan va SSDlarni ham narxi oshib ketgan. Xullas, mana shunaqa gaplar va boya videoni boshida aytganimdek, mana bunaqa Rappo brendga ega bo'lgan mishka provodnoy va mana bunaqa игровой mexanskiy Rappo brendga ega bo'lgan mexanskiy klaviaturani ham sovg'a qilib yuboraman. Ikkalasini bittada faqatgina bir dona odamga videoni boshida aytdim shartlarini. O'sha har doimgidek kommentariy yozasiz va kommentingiz eng ko'p like yig'gan insonga topshirib yuboraman. Faqatgina kommentariy yozganingizda ham 1-2 qilib yozmang. Iloji boricha yaxshi fikr bildirib yozsangiz men juda ham xursand bo'laman va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin, videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Va kommentariy yozayotganingizda nicknamingizni yozib keting Instagramga, chunki siz g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, men sizni qidirib topib olishim juda ham oson bo'ladi. Xullas, rolik mana shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosib qo'ying, kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi roliklargacha sizlar bilan yana aziz bo'ladi.